Bilib qo'ying do'stim, qardoshim, O'zbekistonga eng yaqin do'st, eng yaqin qardosh bu turk xalqi va turk davlati deb aytiladi. İnson yaşa, oyna kulmayli. Boringni borlarga etmayli tortiq. Bugun bor ertaga yo'q inson uchun. Shaytonga qo'g'irchoq bo'lmasang bo'ldi. Ulovning mayliga qilasan o'qsiz. Bu top yaxshi yasha o'ylangdan ortiq. Faqat harom yurma rizqingdan tortib. Shaytonga qo'g'irchoq bo'lmasang. Mana bir shiorim bor. Mana bir maqsadim borki, o'zbek bolasi umuman yurtimizda yashayotgan har qaysi bola hech kimdan kam emas. Nima deganda bizlarning ulug' bobolarimiz hech kimdan kam bo'lmagan. Ular hammaga o'rnak, ibrat bo'lgan. Shaytonga qo'g'irchoq bo'lmasang bo'ldi. Kimningdir yoshi, dur balki mingda. Ular o'zi tirik tanizanda. Kudretli armiyatı, tüm zamanları armiyalarını standartlarıyla maskelamayacağım. Gerekirse anti-mükemmelliklerini, görevenlerini akıllı kılmışlıkla Azerbaycan armiyatılar güzel durumdan ayıp, vurur Kılmagan gunoh shaytonga o'g'unchoq bo'lmasa. Eng muhim, eng katta baxt meni fikrim bo'yicha jamiyatga, xalqqa, elga, ota-onaga xizmat qilish va o'zini nomini doim pok saqlash.